Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Yangi eshik-romlarimizni olib kelib o'rnatdik. Chinovodga. Mana 5 teshik 5 ta romlarimiz ko'rib turibsizlar mana. Bularga yodiga gulli oyna qo'yib bering dedi. Yodiga gulli oyna qo'yib berganmiz. Germetiklangan, taraqlamaydi, gupillab ochilib yopiladi. Ko'rib turibsizlar, o'rtasida bitta qanot ochiladi. Eshiklarimiz lola pasonda. 3 ko'zli lola mana aynaga bor. Bu yerda aynalar turibdi. Strech o'rab qo'yganmiz ularga. Ko'rib turganlarda juda ham chiroyli chiqdi, juda ham chiroyli holatda o'rnadi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida. Vodiy bo'ylab mana kvadrati 800 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik kvadratiga. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Kelishgan holda olib borib Samarqand, Qashqadaryolar, Qarshilarga olib borib o'rnatib beryapmiz. Buni aloqaga chiqib olasizlar. Aloqaga chiqishlar uchun telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like parchasiga bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.